Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3-fasl, 3-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz va habibimiz Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yog'ilsin. Biz hali ham Mu'tadamiz. Rasulullohning suyuklilari va qo'shinga qo'mondon bo'lgan Zayd ibn Horisa birinchi bo'lib shahid bo'lgan edi. Undan bayroqni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari Ja'far ibn Abu Talib qabul qilib oldi va Alloh yo'lida jang qilishga kirishdi. Bayroqdor qatl qilindi, lekin ular haligacha mag'lub bo'lmadi. Bayroqni boshqa odam ko'tardi. U avvalgidan ham jasurroq ekan. Sen ham ko'rayapsanmi, ey qo'mondon? Ha, uning o'ng qo'li kesib tashlandi, lekin taslim bo'lmadi. Bayroqni chap qo'li bilan ko'tardi. Qo'lidan qon oqib tursa ham jang qilyapti. Ana, chap qo'li ham kesib tashlandi. Endi bayroqni ikki yelkasi bilan ko'tarib turibdi. Bu odamga nima bo'lgan, ha? So'nggi tomchi qonlari qolguncha dinlarni himoya qilayotgan anavi odamlar kim o'zi? Ular qayerdan kelgan? Ja'far ibn Abu Talibning o'ng qo'li kesib tashlandi. U bayroqni chap qo'liga oldi. Qo'lidan qon oqib tursa ham urushni davom ettirdi. Keyin chap qo'li kesib tashlandi. U bayroqni ikki yelkasida ushlab ko'tardi. Qon oqishiga qaramay jasadi bilan urushni davom ettirdi. Oxiri shahid holda yerga quladi. Ja'far ibn Abu Talib yerga yiqildi, lekin bayroq qulamadi. Uni Abdulloh ibn Ravoha qo'lga oldi va Alloh yo'lida jangni davom ettirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi bo'lib nomini zikr qilgan Abdulloh ibn Ravoha ham yerga quladi. Ey musulmonlar jamoasi! Ey musulmonlar jamoasi! Ichingizdan bir kishini saylanglar. Sen bo'l, ey Sobit. Yo'q, Allohga qasamki, bu ishni men qilmayman. Bu mening ishim emas. Bo'lmasa Xolid ibn Validni saylaymiz. Ha, Xolid ibn Valid bo'lsin. Bayroqni Xolid ko'tarsin. To'ppa to'g'ri. Bayroqni Xolidga beringlar. Valid bo'lsin. Xolid ibn Valid. Xolid ibn Valid bo'lsin. Xolid ko'tarsin. Ko'tarsin. Bayroqni Allohning qilichlaridan biri bo'lgan Xolid ibn Valid qo'lga oldi. U musulmonlar safida birinchi marta jang qilayotgan edi. Musulmonlar uning harbiy bilim va tajribasidan kelib chiqqan holda o'zlariga qo'mondon etib sayladilar. Xolid ibn Valid shunday qattiq jang qildiki,
Hatto qo'lidagi qilichi sinib ketdi. Boshqa qilich olib yana jangga kirishdi. Yana qilichi singan edi. Boshqa qilichga almashtirishdi. Urush shu qadar shiddatli ediki, Xolidning qo'lida 9 ta qilich sindi. Qo'lida Yamandan keltirilgan tig' qoldi xolos. O'sha bilan ham urushni davom ettirdi. O'sha kecha sahobalar kechgacha bo'shashmasdan sabr matonat ko'rsatib shijoat bilan jang qildilar. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Qanchadan qancha payg'ambarlar bilan birga ko'plab rabboniylar jang qilgan. Ular Alloh yo'lida yetgan musibatdan bo'shashmaganlar. Zaiflashmaganlar va bo'ysunmaganlar. Alloh sabrlilarni sevadir. Oli Imron surasi 146-oyat. Kech tushdi. Jang vaqtincha to'xtadi. Ey odamlar, Alloh haqqi, biz Rasulullohning amrlarini bajardik. Ular bizning kuch-qudratimizga guvoh bo'lishdi. Alloh va uning rasulining izniyle ushbu dinni himoya qiladigan mard insonlar borligini bilishdi. Nima demoqchisan ey Xolid? Aytmoqchimanki, orqaga chekinib Madinaga qaytishimiz kerak. Juda to'g'ri fikr. Juda to'g'ri fikr ey Xolid. To'g'ri aytasan. Lekin agar hozir orqaga chekinadigan bo'lsak, halok bo'lamiz. Rumliklar bizga yetib olmasligi uchun puxta bir reja tuzishimiz kerak. Xolid ibn Valid orqaga chekinish uchun puxta reja tuzdi. Uning maqsadi uzoq jangda musulmonlar qo'shinidagi askarlarni yo'qotib qo'ymaslik edi. Ha. Shuning uchun qo'shin guruhlarini turli xil qilib joylashtirib chiqdi. O'ng tomondagilarni chap tomonga oldi. Chap tomondagilarni o'ng tomonga oldi. Shuningdek, old tarafdagilarni orqa tomonga, orqa tarafdagilarni esa old tomonga oldi. Bayroqlarni ham yangilashdi. Bizga yordam bering ey qo'mondon. Bizga yordam bering. Nima bo'ldi ey askar? Musulmonlar uchun yordamchi kuch keldi. Bizning kuch-quvvatimiz yetmaydigan darajada katta qo'shin keldi. Ular yanada ayovsiz va mardonavor jang qilishmoqda. Sizlar jang qilinglar. Rumdan yana yordamchi kuch so'raymiz. Sizlar otlaringiz bilan qumni tepib, chang-to'zon ko'taringlar. Qanchalik ko'p chang-to'zon ko'tarsalaring, ular bizga kelgan yordamchi kuchni shunchalik ko'p deb o'ylaydi. Ey ulug' qo'mondon, yordamchi kuchning oxiri ko'rinmayapti. Agar bu yordamchi kuchlar kelishda davom etsa, tez orada bizni yo'q qilishadi. Ana endi ortga chekininglar. Ey askarlar, tezlik bilan orqaga qaytinglar, hoziroq. Lekin ular orqamizdan yetib kelsa-chi? Xavotir olma do'stim. Aslo bunday bo'lmaydi. Ular ortga chekinyapti. Yuringlar, orqasidan borib hammasini qirib tashlaymiz. Ularning orqasidan bormanglar. Shuncha yordamchi kuch kelgandan keyin orqaga chekinishyaptimi? Bu yerda katta hiyla bor. Ular sizlarni sahrogacha tortib bormoqchi chog'i. Ortga chekininglar. Ortga chekininglar. Mu'tadagi askarlar hali Madinaga kelmasdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'tadagi sahobalarning xabarlarini aytib berish maqsadida musulmonlarni masjidga to'pladilar. Ularga qarata bayroqni Zayd oldi va shahid bo'ldi. So'ng Ja'far oldi. U ham shahid bo'ldi.
Undan keyin Abdulloh ibn Ravoha oldi. U ham shahid bo'ldi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikki ko'zlaridan yosh oqar edi. Keyin shunday dedilar: "So'ng bayroqni Allohning qilichlaridan biri Xolid ibn Valid oldi. Alloh unga fathni berdi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ja'far ibn Abu Talibning uyiga bordilar va ko'zlarida yosh bilan uning bolalarini quchoqladilar. Ey Allohning rasuli, Ja'far va uning do'stlari haqida biror gapdan xabardorga o'xshaysiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ha, ular shahid bo'lishdi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana: "Qo'rqma, men ularga vali bo'laman" dedilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ja'farning ayoliga xush xabar berib, uni jannatda ikki qanot bilan uchib yurganini ko'rganlarini aytdilar. Shundan beri Ja'far tayyor, ya'ni uchuvchi degan nom oldi. Xolid ibn Valid va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari ortga qaytdilar. Ular o'sha vaqtning eng ulkan davlatiga qarshi jang qilgan edilar. 3000 nafar musulmon Mutada o'z iymonlari, sabrlari hamda Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatlari ila 200 ming jangchiga qarshi urushgan edilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kufr keltirganlarga tezda mag'lub bo'lasizlar va jahannamga yig'ilasizlar. U qandoq ham yomon joy deb ayt. Sizga to'qnashgan ikki firqada ibrat bor edi. Bir firqa Allohning yo'lida urushadir. Boshqasi kofirdir. Ular o'z ko'zlari bilan dushman o'zlariga 2 barobarligini ko'rib turardilar. Va Alloh kimni xohlasa, o'shani o'z nusrati ila qo'llaydir. Albatta, bunda aql egalari uchun ibrat bordir deb ayt. Ali Imron surasi 12-13 oyatlar.